Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 15-22 may kunlari juda ham kuchli yomg'irlar yog'ishi va sel suv toshqin hodisalari bo'lishi kutilmoqda. Bugungi videomizda aynan qaysi tumanlarda yomg'ir yog'ishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Tezkor gidrometeorologik axborot. Joriy yilning 15-22 may kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida, jumladan Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati, Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta-Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati, So'x, Shohimardon, Farg'ona va Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.